Aliment to'lovchi shaxsga xorijga chiqish uchun taqiq qo'yilgan bo'lsa, uni qanday bekor qilish mumkin? Aliment to'lovchi bo'lgan shaxs xorijga chiqish uchun quyidagi 3 holatni bajarsa, taqiq olib tashlanishi mumkin. O'zbekiston Respublikasining sud hujjatlari va boshqa organlar hujjatlarini ijro etish to'g'risidagi qonunning 40-moddasiga asosan undiruvchining, ya'ni sobiq turmush o'rtog'ini roziligi, ya'ni ijroni to'xtatish haqidagi arizasiga asosan. Ikkinchi, voyaga yetmagan bolalar ta'minoti uchun alimentlar oldindan to'langan yoki aliment to'lash majburiyatini ta'minlash uchun garov shartnomasi tuzilgan bo'lsa, davlat ijrochisi to'lov yoki garov shartnomasi to'g'risidagi tegishli hujjat olingan kunning o'rtasidan kechiktirmasdan manfaatdor shaxslarni, ichki ishlar organlari va davlat chegarasini qo'riqlash organlariga qarzdor jismoniy shaxsning O'zbekiston Respublikasidan chiqishini cheklash olib tashlanganligi to'g'risida yozma yoki elektron shaklda xabardor qiladi. Bunda garov qiymati qonun hujjatlarida belgilangan bazaviy hisoblash miqdorining 250 baravaridan kam bo'lmasligi lozim. Davlat ijrochisining O'zbekiston Respublikasidan chiqishini vaqtincha cheklash to'g'risidagi qarori ustidan sudga shikoyat ariza qilish hamda prokuror tomonidan keltirilgan protest asosida taqiq olib tashlanishi mumkin.